Assalomu alaykum kukular. Sevimli charchagan. Davlasa 16-mart 2026-yil. Navbatdan yangiligimiz. Davlasa yangiligimiz. Yaxshi narsaga o'xshayapti turishnomi. Yalangoyoq ko'rsalar bor ekan. Nar ekan. Davlasa kelar. Bayda ham asta-asta to'planyapti. Mana bu kecha shomdagi yangilik. Kecha o'sha qopqon tortilganiga sal cho'chish nimasidan sal bo'yni g'alati nimaga o'xshab turibdi. Bedagi shu oldinga ushlanganlar. Bedagilar hammasi qonatga chiq. Bedagilar chiqmaydi, faqat bel o'tiradi. Mana ham mana asta-asta hammasi xil bo'lyapti. Jup qizil. Bu moda. Bugun ushlanganlar ekan. Qora anana hakkaga juplasak Pokistonga papal kelib qoladi birotta modasi. Narkatagida ham ikkita bor yalangoyoq ushlanganlar. Bir xil. Ular ham bo'lsa hammasi xil. Ko'kka ham birotta o'zi nar kelib qoladi anashib. Shuni optim so'raganlarga optim deb yana hali qassob narxida emas, o'zi narxida ko'proq yaxshi narsa so'raganlarga sirazi sotamiz-da.